Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 12 oktyabr, hammaga xayrli kun, bozor kuni, dam olish kunlaringiz xayrli o'tsin. Qo'shko'pir avtomarketdan narxlarimizni tushirib, sizlarga bugun qo'ldan kelgancha narxlarimizni kelishtirib, yana ustuna kelib turib, aytilgan narxdan savdolashib, olaverasizlar, mashinalarimizni qo'yib boramiz. Demak, 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, qora svet, eng fulli mashina 100.000 kilometr yurib turibdi. Gentra avtomat. Diska yumshoq baloni bor, toza qo'yilgan krugoy tonirovka razisheniyalari bor, bakoylari ham yangilanadi mashinani. Ishlar ham yana top-toza turibdi. Rasxod yo'q. Metani bor aytib o'tdik. Obezlar ham mo'ji bor. Bir petlosi bor, ko'rib olasizlar. Kusok 155 million so'm beramiz. 165 million so'm turibdi. 155 million so'mga tushirdik narxini. Yana sizlarga bu aksiya baholarda qo'yib boramiz, arzonlashtirib narxlarini. Demak, 155 million so'm narx bilan beriladi. Kelib ko'ringlar, tekshirtirib ustalaringizga ko'rsatib olaverasizlar. Undan tashqari Gentralarimiz ko'p. Mexanik, avtomat, dandabayna, 19 avtomat, 15 mexanik, 21 mexanik, har xilidan bor. Görüb olaverasizlar. Nexti 3'lərimiz ham terib qo'yibmiz. Bularni ham savdolashib, gelishtirib beraveramiz. Kobotlarimiz ko'p. Har doimgideyin yaxshi sotilib turibdi. Shundan mana kobotlarga qaranglar. Shundan izi uzilming kelib turibdi kobotlarga. Damazlarimiz, labolarimiz bor bu yanda. Gelishtirib qaytib beraveramiz. Hozir inomarkalarimizni mo'yka qilib turibdilar. Kelib olaverasizlar. Kalamiz kun davomida like'larni bosib, görüb borasizlar.